Mo'min musulmon odam sodiqlardan bo'layin desa, gap so'zi hammasi rost bo'lsin. Sodiq bo'lsin. Ikkinchisi amalida sodiq bo'lsin. Uchinchisida holida, ya'ni vijdonida, qalbida, ichida sodiq bo'lsin. Ichi boshqa, tashqi boshqa bo'lmasin. Birov boshiga bir musibat tushsa yoki bemor bo'lib qolsa, musibatim arisa yoki kasaldan tuzalsam bir xayr ehson qilib yuboraman deydi. Shu niyat. Endi tuzalgandan keyin esidan chiqib qolsa u odamni sodiq deb bo'ladimi? Yo'q. Niyati sodiq emas. Niyatni qildi, lekin tasdiqlamadi. Aynib ketdi. Kasal vaqtida Alloh taolo esiga tushdi. Tuzalgandan keyin esidan chiqib qoldi. Boshiga musibat tushganda Robbul alamin yodiga keldi, yordam so'radi. Uni yo'lida sadaqa qilishni atadi. Lekin musibat boshidan ko'taruvdi Alloh, esidan chiqib qoldi. Bu odam niyatida ham sodiq emas, irodasida ham sodiq emas.